Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. İjtimoiy tarmoqda yana men Tillandar Murodov. Men bugun aynan u yoki bu kishiga, u yoki bu rahbarga murojaat qilish niyatim yo'q. Men Surxondaryo ahliga, Surxondaryo xalqiga murojaat qilmoqchiman va ularni ayrim Surxondaryo viloyatida sodir bo'layotgan g'ayriqonuniy hodisalardan ogoh qilib qo'ymoqchiman xolos. Va bunga har bir tinglovchi, eshituvchi, o'quvchi o'zining samimiy va beg'araz fikrlarini bildiradi degan umiddaman. Keyingi paytlarda ayniqsa Ulug'bek Qosimov viloyat hokimi sifatida faoliyat yuritgandan boshlab to shu kunga qadar juda ko'pgina mavjud qonunchilikka, mavjud tartib intizomga, prezident qarorlariga, konstitutsiyaga, qonunlarga nisbatan umuman bo'ysunmaslik holatlari sodir etilayotganligini aytib o'tmoqchiman xolos. Bu to'g'rida